Jangchi. Badaviy tarixiy asar. 20-qism. Ey Bani Isroil, sizlar Jalut bilan Alloh yo'lida urush qilamiz. Bizga bir podshoh tayinlab bergin dedinglar. Men sizlarga agar podshoh tayinlab bersam, urushni xohlamay qolarsizlarmi degandim. Sizlar bo'lsanglar chin turib oldinglar. Alloh sizlarga Talutni podshoh qilib tanladi. Sizlar bo'lsanglar uni rad qildinglar. Alloh osmondan bir dalil tushirgachga Talutga bo'ysunib qo'shinga kirdinglar. Ko'pinchinglar sahroda tashnalikqa chidamay isyon qildinglar. Qolganlaringlar ogohlantirishga qaramay daryodan suv ichib o'ldinglar. Endi bo'lsa Jalutning oldida qo'rqinchdan esinglarni yo'qotib, orqaga qochmoqchi bo'lyapsizlar. Sizlarning Alloh uchun deb talab qilgan urushinglar mushumi? Yoki sizlar Alloh yo'lida shundoq urushamsizlar? Va'da va ahdlarga naqadar yolg'onchisizlar. Allohga iymon keltirdim deysizlar. Ammo uning muhabbatini qo'liga keltirish haqida o'ylamamsizlar. Shammil alayhissalomning ovozi chaqmoqdek bo'lib quloqqa yetib boradi. Agar foyda topsanglar, Alloh yo'lida mangsizlar. Agar foyda topolmasanglar, sizdan orqaga burilib ketisizlar. Jininglar omon qolsa, biror xatar bo'lmasa, agar qo'rqinishdan salomat bo'lsanglar, men Alloh yo'lida deb ko'krak kerisizlar. Jininglarga xatar yetishi bilan baxtinglarni unutib orqaga burilib qochsizlar. Oldinglarda bir payg'ambar, ustinglarda Alloh tanlagan bir podshoh tursimi? Lekin sizlar yanala qo'rqib qochsizlar. Robbinglarga yuzlanish haqida o'ylamamsizlar. Madomiki bundaq sinoqlarga chidamay turib, nima uchun urush bayrog'ini ko'tirdinglar? Nima uchun urush qilaman dedinglar? O'zinglarni bilib gap qilsanglar bo'lmamdi. Yo'q, sizlar o'zinglarni bilmaysizlar. Sizlar va'daxo'rsizlar. Darhol hammanglar jang maydonidan yo'qolinglar. Oxirgi nuqtada niyatinglar buzildi. Oxirgi pallada qalbinglardagi kasal o'zini pash qildi. Endi sizlarga bu maydonda o'rin yo'q. Ketinglar. Orqa qaytishni xohlaganlar titrashdi. Ular gumon va iymon orasida edi. Qaysi ishning haqligini texchi bilolmaydi. Biroq hukm e'lon qilindi. Maydonda qilish imkonsiz edi. Rad qilganlar maydondan beshini egib chiqib ketdi. Ularning oxirgisi chiqqandan keyin Shammil alayhissalom yuzini qolganlarga qaratdi. Ketadiganlar ketdi, dedi Shammil alayhissalom. Sizlar nima deysizlar? Lashkar ichidagi raqib oldiga chiqib, ey Allohning elchisi, ilgari ham Allohga iymon keltirganlar va kufr ahli o'tirisida ko'p janglar bo'lgan, dedi raqib. Alloh o'z izni va marhamati bilan va o'z xohishi bilan katta qo'shinlar ustidan kichik qo'shinlarga nusrat va g'alaba bergan. Bizni yo'lga boshlang. Biz beshimizni Robbimiz oldida yerga qo'yamiz. Ey Robbimiz, ustimizdan sabr yomg'irini yog'dirgin. Qadamlarimizni sabit qilgin va kofirlar ustidan bizga nusrat va g'alaba bergin deb yolvoramiz. Xotirjamizki, Alloh o'ziga iymon keltirib, taslim bo'lgan qullarni yordamsiz tashlab qo'ymaydi. Shammil alayhissalom mamnun bo'ldi va dedi: "Yana bir qatim xotirjam bo'linglar. Sizlarga Allohning nusrati keladi. Robbimiz bizni hargiz yordamsiz tashlab qo'ymaydi. Ey Allohning lashkarlari, Allohdan sabr va sabitlik va nusrat so'ranglar." Lashkarlar darhol sajdaga yiqilib, aytilgandek duo qildi. Hammasining ruhi jonlandi. Charchash ko'tarildi. Qo'rqinishdan asar ham qolmadi. Jangchilar buyuk ish oldida ekanligini ochiq bildi. Shammil alayhissalom Davud ibn Ishoni tepib, "Ey Davud," dedi. "Yo'ldan tepib olgan tashlaring qayerda?" Davud alayhissalom yelkisidagi xoltini darhol tushirib, ichini ichib, tashlarni ko'rsatdi. "Ey Davud, bilgin," dedi Shammil alayhissalom. "Shu tashlar bilan Jalutni sen o'ldirsan. Jalutga qarshi kim yakkimi yakka urushga chiqadi deb so'ralsa,
ikkilanma va urushga chiqqin. Talutning qo'shini etsi etiganda Jalut qo'shini oldida sap tortdi. Sap 100 kishidan 3 qator edi. Birinchi 100 kishiga Talut, ikkinchi 100 kishiga Davud alayhissalom, uchinchi 100 kishiga raqib rahbar edi. Talutning keynidagi jangchilar jami 310 edi. Oldida bo'lsa 200 ming kishilik lashkar bor edi. Jalut o'zini obdan qilib o'rnatgan taxtida sharob ichib o'ltirardi. 200 ming odamim birla vaqtda hujum qilsa, bulardan biror kishi omon qolmaydi deb o'yladi Jalut. Qaysi aql bilan Shammil va Talut mening lashkarlarim oldida sap tuzdi. Bu qanday haqorat deb o'yladi Jalut. Jalut bu ish uchun Talutni qanday jazolash haqida xiyol qildi. U bir narsadan g'ofil edi. U o'z lashkarlari ko'rib turgan narsani ko'rmadi. Alloh Talut qo'shinini Jalutdan boshqa hammasiga nihoyat ko'p va ulkan qilib ko'rsatgan edi. Jalut bo'lsa 300 kishini 30 kishi deb ham hisoblamadi. O'rindan turib taxtdan tushdida etini keltirib, minib turib mundoq dedi. Ey qo'shinim, bilinglarki bir o'zim bu ahmoqlarni yengaman. Shu vaqtda Saqib g'oba tiz cho'kib yerni so'ydi. Podshohim, podshohim, ruxsat bering. Biz hujum qilaylik. Ular qilichingizning qinidan chiqarishingizga ham arzimaydi. Jalut g'obaga qarab turdi-da, kutgin dedi. Maydonga ot choptirib kirib, Talut qo'shiniga vaqirdi. Ey ahmoqlar qo'shini, qaysinglar men bilan jang qila olaysizlar? Shammil alayhissalom darhol Talutga dedi. U sening qo'lingda o'lmaydi. Lashkarlarga Jalutni o'ldirgan odamga qizingni berib, o'zingga varis bo'lishni aytqin. Talut ot choptirib lashkarlarga yujdandi. Ey jangchilar, kim shu kofirni o'ldirsa, yolg'iz bir qizimni berib, o'zimdan keyin taxtni shuningga qoldirman. Chiqinglar. Qo'shindan Davud alayhissalom chiqib, Jalutni Allohning izni bilan men o'ldirman dedi. Undaqda sen chiq. Davud alayhissalom xoltisidan bir tane toshni elib Jalutga qarab piyoda mondi. Jalut o'ziga qarab yugurib kelayotgan yoshgina jangchini ko'rib, yana g'azablandi. Nayzisining uchini mo'lcharlab, etini choptirdi. Ikkili taraf nafsini yutib qarab turardi. Deyarlik hammasi Jalutning nayzisi yosh jangchini o'ldirdi deb mo'lcharladi. Lekin kutilmaganda Davud alayhissalom otgan mushtak tosh Jalutning o'ng yelkasiga tegib, uni otdan uchirib o'tdi. Jalut o'zining yerda yotganligini ko'rib vaqirdi va etilib o'rnidan turib, o'ng yelkasidagi og'riqqa qaramay, yerdan nayzini elib Davud alayhissalomga etish uchun tayyorlandi. Biroq yana bir mushtak tosh so'l yelkasiga tegib, so'ngini sundirib o'tdi. Talut ingrob tizlanib qoldi va nayzisiga yulandi. Davud alayhissalom endi nah qo'lida keladigan toshni mo'lcharlab turib otdida bu tosh Jalutning qoq peshonasiga berib tegdi va shayton yerlashib olgan beshini tovuzdek yerib izivatdi. Qonga milangan Jalut yerga yiqildi. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Tağutning lashkarlarining takbir aytgan ovozi jang maydonini titratibatdi. Go'yoki maydondagi har bir zarra, tuproq, qum ham chang Allohu akbar deb takbir aytayotgandek edi. Jalutning lashkarlari qo'rqinishdan orqaga qarab qochdi. Egisini, mushuk begisini tunimay qoldi. Hammasi qiyochiya ko'tardi. Biroq Saqib g'oba aqlini yo'qotmadi. Bir oz hayajonlansa-mu, o'zini besivilib, qo'l ostidagi shaxsiy 1000 kishilik bo'linmasi bilan Talut tarafga mondi. Talut raqibga buyurdi. Hujumga o'tkin va Allohning nomi bilan uni yer tishlatgin. Raqib o'z lashkarlari bilan Saqib g'oba ustiga o'qdak etildi. G'obining lashkarlari o'zlariga kelayotgan qo'shinni ko'rib, esini yo'qotib, orqaga qochishga boshladi.
Jangda yolg'iz Saqib g'oba qoldi. Ana shu vaqtda Saqib g'oba qo'rqdi. Biroq qarshısida uningga qilich o'ynatib kelayotgan yosh jangchini tunigandek bo'ldi va esladi. Sen Muassarning avlodisanmi? deb vaqirdi. Raqib bir zarba bilan g'obining qo'lini uzdi. Ikkinchi qatim zolimning putini 4 parcha qilib kesib tashladi. G'oba gap qilishga holi qilmay, qonga milinib yotganda ustida shayton gap qildi. O'rningdan tur, yiqilma, dedi. Uning ovozi g'obaga kuch bergandek bo'ldi. Bir amal qilib beshini ko'targan edi, raqibning qilichi uni chapdi. Mustabidning qo'llisi do'malab tuproqqa tushdi. Beshidan ayrilgan g'oba uni dahshatlik odamlar o'tqa ittirayotganligini his qilib dodladi. G'oba qochib ketayotgan shaytonni ko'rib qoldi. "Hey, menga yordam bergin. Meni qutqazgin. Meni shu yo'lga sen boshlading", dedi. Shayton bo'lsa, uningga zahar xandilik bilan qarab, "Seni hech narsaga majburlamadim. Hammasini o'zing qilding. Jahannamda kuyib kul bo'l", deb ko'zdan g'oyib bo'ldi. Raqib cho'chqa xonini tepib bordi. Chunki onasini shu yerda degan edi. Haqiqatan Ashiya shu yerda ekan. Cho'chqa xonining yenidagi bir uyda yotgan onasining oldiga kirdi. Onasi kasal edi. "Ona, ona, men keldim", dedi Raqib. "Bolam, bolam." Ashiyaning yumuq ko'zi ochildi. "Keldingmi bolam? Aziz o'g'lim, keldingmi? Rabbimga cheksiz hamdlar bo'lsin. Iymon keltirgan bandalarni aziz qilgan, ularga marhamat ko'rsatgan. Allohga hamdlar bo'lsin. Allohimga hamdlar bo'lsin." Ashiya o'ltirgan bu uy jannatdan bir nur tushgandek yo'ruq, jannat iforlari purgandek xushbo'y edi.